Hurmatli ishtirokchilar, barchangizga yana bir bor xayrli kun. Intensivni boshlab olishimiz bilan barchangizni tabriklayman. Demak, bugun 3 kunlik intensivimizning birinchi kuni. Bugun pullar haqida gaplashamiz. Pullar mavzusi bizda har doimgidek ochiq, ayniqsa maksessiyalar bo'ladigan bo'lsa, pullar mavzusi bizda odatda ochiq mavzu. Xo'p. Siz bilan nimalarni ko'rib chiqamiz? Savollarni o'zim tayyorlab qo'ydim. Qaysi mavzularni ko'rib chiqishimiz kerakligini, sizni bergan savollaringiz, yetishni xohlagan narsalaringizga qarab, ularni makkartalaga to'g'irladim. Chunki makkartalaga savol berishning o'zini yo'li bor. Makkartalar folch emas. Qachon pulim bo'ladi? Ishlayapman, chunki pulim oshmayapti, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti degan narsalarni makkartaga o'zini berishni yo'li bor. Ya'ni formulaga solib berishimiz kerak bo'ladi. Shunday qilib, sizni xohlagan narsalaringizni metaforik assotsiativ kartalar uchun formulaga soldim va bugun siz bilan o'sha savollarni ko'rib chiqamiz. Itogosi 8 ta savol. Ular hozir aytaman sizga. Qanaqa edi? Pullaringizning ongingizni tubidagi obrazini ko'rib chiqamiz-da. Biz pullar haqida o'zimizcha bitta narsa deb o'ylaymiz, lekin ong tubimizda nima o'tiribdi pullar mavzusida, mana shuni ko'rib chiqamiz. Pullarimizni cheklayotgan hodisani ko'rib chiqamiz. Qachon, qayerda, qandaydir bir hodisa bo'lganki, o'sha hodisa tufayli biz bugun pullarimizni cheklaymiz-da. Uchinchi savol, pul kelganda nimani ko'zdan qochiryapman? Ya'ni pullarning ham o'zini funksiyasi, maqsadi bor bo'lgan tizim va katta odamlar pul bilan ishlashni bilishadi, pullar bilan muomala qurishni bilishadi. Siz biz o'zimizni qanday tutamiz? Mana shu narsalarni ko'rib chiqamiz. To'rtinchi savol, pullar bilan to'qnashganimda o'zimni qanday tutaman? Ya'ni xursand bo'lamanmi yoki xursand ham bo'lmayman, xafa ham bo'lmayman, kelsa ketdi, kelmasa ham bo'laveribdi degan bir befarqmanmi, qanaqaman? Mana shu narsani ko'rib chiqamiz. Beshinchi savolimiz, pul topsam nima bo'ladi? Ya'ni ong ostim meni nimadan himoya qilmoqchida? Ong ostim nima deb o'ylaydi? Pul topsam quturib ketamanmi yoki hammani oyoq uchida ko'rsatamanmi yoki qo'l uchida ko'rsatamanmi? Xullas, nima bo'ladi? O'zim bilmagan nima borki ongimni tubida. Ongim meni pullardan himoya qilishga kirishgan. Mana shu savol 5-savolimiz. 6-savol, qanday qo'rquvni deb pullarni o'zim itaraman-da. Ya'ni oldimizga kelib turgan imkoniyatlardan foydalanmaymiz yoki bo'lmasam ularni ko'rmaymiz yoki bo'lmasam imkoniyatlarni yo'q qilish uchun qo'limizdan kelgan hamma harakatni qilamiz. 7-savolimiz, pul topishda eng kuchli qurolim nima? Ya'ni qanday o'zim bilmagan qobiliyatlarim bor yoki nima narsam borki, uni ko'zdan qochiryapman. Pul topishda mening eng katta resursim ana shu narsa hisoblanadi. Mana shu narsani ko'rib chiqamiz. 8-savol, xohlagan summaga ega bo'lish uchun nima qilishim kerak? Yangi ishtirokchilar, xush kelibsiz. Sizni efirda ko'rib turganimdan g'oyibona bo'lsa-da, bag'oyat mamnunman. Mezboningiz men Dildora Jumanova, xalqaro toifali coach, terapevtman. Terapiyada yordam berishi mumkin bo'lgan hamma metodikalardan foydalanaman. Endi hamma deganim tabiiyki, men bilmagan, men egallamagan bilimlar ham, yo'nalishlar ham bor, lekin bizda masalamizni yechishimizda qaysiki yo'l eng qisqa va eng samarali, shularni deyarli barchasi arsenalimda bor. Ularni barchasidan foydalanaman. Ya'ni bugungi kunda biz maqsadga erishishimiz uchun juda ham bir zo'r texnika, texnologiyalar bizni arsenalimizda bor. Ya'ni biz bugun o'tirishimiz mumkin, Xudoyim beradi, Xudo xohlasa bo'ladi, Xudo xohlamasa bo'lmaydi deb o'tirishimiz mumkin. Lekin shu bilan birga Xudoyim bizga shunaqangi ko'p ilmlarni, metodikalarni ochib qo'ygan. Biz hamma ilm Allohniki, hamma yo'nalishlar Allohniki. Shu narsalarni Alloh menga duch kelayotgan vazifalarimni yengish uchun bergan deb foydalanishimiz mumkin yoki bo'lmasam bu shirk, bu undoq, bu bundoq, Xudoyim biladi, hech narsani siz hal qilmaysiz, Xudoyim hal qiladi degan savolda ham o'tirishimiz mumkin. Bugun demak metaforik kartalar bilan ishlaymiz. Metaforik kartalar, agar siz birinchi marta ishlaydigan bo'lsangiz, birinchi marta ular bilan tanish kelayotgan bo'lsangiz, metaforik kartalar bu o'ziga yarasha rasmlarga, obrazlarga ega bo'lgan kartalar. Nechta yaxshi kartani ochsam efirda zo'r kartalar tushadi, Demak, metaforik kartalar bu bizni
ong ostimiz biz bilan gaplashadigan til. Ong osti degan jonivorni eshitgansiz, a? Eshitganmisiz o'rtoqlar? Ong osti degan jonivor haqida eshitganmisiz? Ong ostida nimalardir o'tiradi, qanaqadir bloklar deb eshitganmisiz? Так вот, eshitgansizda, давайте ong ostingizni tozalaymiz, ong ostingiz bilan ishlaymiz deb. Ong osti bilan biror marta ishlab ko'rganmisiz? Ong osti bilan ishlab ko'rganmisiz? Tak, eshitganman. Ha, yo'q, eshitganman. Ha, rahmetikanman. Tak, eshitganman. Juda ko'p. Okey. Ha, meditatsiyalar qilganman. Okey. Agar siz ong osti mutaxassislari bilan ishlagan bo'lsangiz, ular sizga qanaqadir mavzuda, aytaylik, to'sig'ingiz bor, masalan, pul topolmayapsiz yoki turmushga chiqa olmayapsiz yoki farzandli bo'la olmayapsiz yoki ish topa olmayapsiz yoki uyingizni sota olmayapsiz, xullas. Ong osti mutaxassislari bilan ishlasangiz, ong osti mutaxassislari sizda mana shu masala nima bilandir bog'lanib qolganda, qanaqadir bir og'riq bilan bog'lanib qolgan, давайте mana shu og'riqni hozir eslab ko'ramiz. Birinchi marta qachon shunga to'qnashgansiz, qachon shu bilan ro'baro bo'lgansiz degan savolni berishadi. Siz falon yoshimda deb eslasangiz, undan ham oldinga qayting, undan ham oldinga qayting. Xullas, sizni почти что spermatozoid bo'lgan davringizga qaytarishadida, o'shanda eslab ko'ring, nima qaror qilgansiz. Sizlarni bilmadimi o'rtoqlar, lekin bu narsani eslash uchun bilmadim, odam super kompyuter bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni siz mana spermatozoidligingizda, tuxumga borayotganingizda qanaqa travmalarga duch keldingiz, onangiz nimani his qilayotdi, otangiz nimani o'ylayotdi, bu narsalarni bilish shaxsan men uchun juda ham qiyin masala. Qanaqadir super robot bo'lishingiz kerak yoki bo'lmasam, albatta sizni gipnozga solib, gipnozda qanaqadir bir ma'lumotlarni chiqarib olsa bo'ladi deb o'ylayman. Lekin odam o'zini mana shunday ongi bilan bu narsalarni eslashi yoki o'tmishni hal qilishi deyarli imkonsiz deb o'ylayman. Chunki ong ustida o'tirgan straja, ya'ni eshik og'alari sizni ong tubiga, ayniqsa og'riqqa olib tushmaydi. Demak, ong osti bilan mutaxassislar bilan ishlash, qanaqadir bir vaqt o'tkazish va nimalardir bir chiroyli suhbatlar qilib, yaxshi suhbatlar qilib ketishdan boshqa narsa emas deb o'ylayman. Ong osti sizu biz bilan mana shunday metaforalarda gapiradi. O'rtoqlar, sizu bizni tilimizda gapirmaydi ong osti. Va ong ostiga ongni usti sizni olib tushmaydi. Chunki ong ostida в основном og'riqli masalani yechishimiz kerak bo'ladi. Chunki bizni to'siqlarimiz, qiynalib turgan narsalarimiz bir vaqtlar qanaqadir bir xunuk yoki og'riqli masala bilan duch kelganmizki, ana shu bilan aytaylik, pullarimiz bo'lsa, pullarimiz bog'lanib qolgan, baxtimiz bo'lsa, baxtimiz bog'lanib qolganda, hech qaysi odam ongli ravishda og'riqqa bormaydi yoki boradimi? O'rtoqlar, qo'linglarni, davayta qo'limni bir kuydirib olay, ancha bo'lib ketdi, shu qo'limni qizigan yog'ga solmaganimga bitta savol deysizlarmi? Deysizlarmi o'rtoqlar? Futbol o'yinini ko'rganmisizlar? Penaltida nima qilishadi? O'yinchilar bundoq turishadi-da, bundoq to'sib turishadi. Bitta joylarini to'sib turishadi. Yoki bo'lsam shunday turadim futbolchilar. Davayta kelinglar, anchadan beri bitta joyimga yemagan edimda to'pni, qopni. O'sha ko'zlanglar deb turadimmi? Yo'q-da, turmaydi. Shunday ekan, ong ustidagi qo'riqchi hech qachon sizni ong ostiga og'riqqa olib tushmaydi. Miya har xil narsalarni, bir narsalarni to'qib chiqarishni boshlaysiz. Mutaxassislar bilan ishlaganda. Lekin agar ong ostiga tushib, ong osti bilan muloqot qila olsangiz, bu juda ham samarali metod. Ancha-muncha narsani hal qilsa bo'ladi u yerda. Ana shunda bizga metaforik kartalar yordam beradi. Metaforik kartalar o'zicha obrazlarni o'zida jamlagan rasmlar va mana shu rasmlar bizni ong tubimizdagi dasturlarni ko'rsatib beradi. Siz bilan bugun mana shu
narsalarni ko'rib chiqamiz pul mavzusida. Kim bugungi efirda birinchi marta ishtirok etyapti Mac kartalar bo'yicha? O'rtoqlar, meni efirimda balkim bir necha marta bordirsiz, lekin именно metaforik kartalar bilan kim bugun birinchi marta ishlaydi men bilan? Agar birinchi marta bo'lsangiz, prosta bir yozishingiz mumkin yoki men debda. U yangi ishtirokchilar ko'p ekan va birinchi marta ishtirok etayotgan ishtirokchilar ko'p ekan. Хорошо. Demak, o'rtoqlar, savollarni sizga o'qib eshittirdim. Ishimiz qanday bo'ladi? Savolni tashlayman va kolodani aralashtirib, kolodadan bitta kartani olib chiqaman. Хорошо? Ishni boshlasak bo'ladimi, o'rtoqlar? Kolodada chiqqan rasm bo'yicha uni keyin ishlab ketaveramiz. Sizga ish jarayonida bu narsalar ko'rinib boraveradi. Eslatib o'taman, efirni boshlashdan oldin, что agar siz karta degan so'zga cho'ta bu qimor, bu o'rtoqlar, по мне так, это очень хорошая карта. Ya'ni qanaqadir qo'rqinchli bir narsalar kelmadi. Hatto kartaga qaraganingizda qanaqa qilib ulay olasiz? Savol bilan mana shu javobni qanday qilib ulay olasiz, o'rtoqlar? Har biringiz qanday ulay olasiz? Ya'ni pullarning ongim tubidagi obrazi, ya'ni men pul deganda mana shu narsani tushunar ekanman. Ongim tubida shu narsa o'tiribdi ekan. Tak, meditatsiyalar qilsam ko'proq pullar keladi, o'z ustimda ishlashim kerak. Tak, siz hozir nima qilishim kerak ekanligini emas, o'rtoqlar. Ong tubida qarang. Men ko'p pullarni yomon narsa deb o'ylayman. Ong ostim nima deb o'ylaydi? Ong ostim unaqa deb o'ylamas ekan. Yoki bo'lmasam, men ko'p pullarni imkoniyat deb o'ylardim. Ong ostim mana bu narsani ko'rsatib beryapti. Endi bu karta bilan savolni ulaysizda. Hozir nimanidir o'ylab topishingiz kerak emas, o'rtoqlar. Men sizga nimani taklif qilaman? Klassni. Demak, ong ostimda pullar haqida yomon narsa emas ekan. Qachon? Balkim siz bu kartada qanaqadir yaxshi narsani ko'rmayotgandirsiz, o'rtoqlar. Balkim men yaxshi narsani ko'rayotgandirman. Mening sizga taklifim, o'rtoqlar, prosta xursand bo'ling, что bugungi efirimizda bu ong ostini на сегодняшний моментda ayni damga aloqador holati. Ongimni tubida pullar haqida mana shunday obraz bor ekan. Это отлично, o'rtoqlar. Cho'ta men сразу keyingi kartaga o'tmasam, har xil narsalarni o'ylab topishni boshlayapsam. Mana ma'mulov включать qilibdi. Пока не включайте, просто смотрите. Qarang. Ikkinchi savolimiz. Pullarimni cheklagan hodisa. Kim, o'rtoqlar, pullarim cheklangan deb o'ylaydi? Kim pullarim cheklangan deb o'ylaydi? Kim o'ylaydi pullarim cheklangan deb? Как же сделать так, чтобы mikrofonim qimirlamasa? Так, Zuhra Ergashevna psixolog. Balkim sizlar psixologlik, проработанный psixologlar ko'p ekanda bugungi efirda. Shuning uchun menimcha yaxshi kartalar tushyapti. Ну, дальше посмотрим. Так, men, okey. Da, Gulbibi, ikkinchi savol, pullarimni cheklagan hodisa. Prosta oldindan sizdan so'raganimning sababi, vdrug bu yerda pullarimni cheklangan degan odamlar yo'qdir. Balkim bu yerdagi o'tirgan hozir nechta ishtirokchi bo'lsa, hammasi meni pullarim cheksiz, chegarasiz degan odamlardir-da. Hatto
pullari cheksiz, chegarasiz odamlar menimcha bugungi efirda o'tirmaydi-da, ular boshqa joyda o'tiradi. Tak. Мгм. Мгм. Так, хорошо. Значит, bor ekan odamlarda pullarim cheklangan deb. Хорошо, давайте. Qaysi bir hodisa ekanki uni cheklaydigan? Давайте сейчас с вами посмотрим. Qaysi bir hodisa? Мгм. Tak, Manzura, o'ylab topmanglar. Men mana kartani ko'rsatamiz. Sizlar o'ylab topishinglar kerak emas. O'ylab topganinglar baribir xato, juda katta ehtimol bilan. Agar rostakasimga bo'lganda edi, ya'ni sizlar o'ylayotgan narsa sizlarning to'siqinglar bo'lganda edi, bu to'siqda o'tirmasliginglar, o'tirami deylar. Katta odamlar masalangizni yechimini bila turib ham agar masalada o'tirgan bo'lsangiz, bu sizni aql farosatingizni katta savol ostiga qo'yadi-da. Скорее всего, men bilaman deb o'ylaysiz, taxmin qilasiz, lekin taxminingiz maqsadga tushmayapti, mimo ketyapti. Shunga kelisha olamizmi? Вот metaforik kartalar sizni ongingizni tubidagi anaqani ko'rsatib beryapti. Nima ekan, u qanaqa hodisa ekanki, pullaringizni to'sadigan. Endi qarang o'rtoqlar, вот смотрите на карту. Kartaga qaraysizda, nima hodisa ekan u? Pullaringizni cheklagan hodisa qanaqa hodisa ekan? Tak, вот Zuhraxon yozyaptilar. Yo, diyomi yuvoshligim. Tak. Xosiyat berdik. Ushlay olmayapman. Xo'p, eslang, qanaqa bir hodisa ekanki, qanaqa hodisa xotiraga keldi? Hozir xayolinglar yarq etib yongan bo'lish kerak. Mana shu ekanda deb. Qanday hodisa deyapmiz? O'rtoqlar. Qanday hodisa? Так, неуверенность. Окей. Но неуверенность ham qanaqadir shu неуверенность bilan, ya'ni ishonchsizlik bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir hodisa bor-ku. Вспомните, eslang o'sha hodisani. Da, men bitta narsa deyman, sizlar baribir o'zingizlar bilganingizdan qolmaysizlar. Umidaxon yozyaptilar. Pulim ko'p bo'lsa, ularni yo'qotib qo'yish. Taxmin emas, mana kartaga qarangda, karta savol berdik, karta javob berdi o'sha. Qanaqa bitta hodisa tufayli pullarim cheklangan. Pullarimni cheklayotgan hodisa. Ya'ni biz bilan qanaqadir voqea hodisa sodir bo'lganki, o'shanda biz demak pullar yomon ekan degan xulosaga kelgan bo'lishimiz mumkin yoki ikkinchi pul topmayman degan xulosaga kelgan bo'lishimiz mumkindir-da. Ana shu hodisani eslaylik. Mana bu kartada hamma o'zini hodisasini ko'radi-da. Tak, Manzura yozyaptilar. Qarmoq bilan qushlarni tutib bo'lmaydi. Okey. Bu qanaqa hodisa ediki? Mana shu karta sizga o'sha hodisani eslatdi. Masalan, допустим, men bu kartaga qaraganimda elas sразу bitta xayol keldi-da xayolimga. Ota-onammi yoki kattalarning gapi. Xayol qilib, bunaqa qilmagin. Ko'p narsani xayol qilib, xayolparast bo'lib, tipa kapalik o'ylaganday pullarni havoda tutib olib, xayolparastlikka berilma. degan narsa esimga tushdi. Kim aytgan ekan bu gapni eslolmayman, lekin shu hodisa esimga tushdi.
xayolparastlikka berilmaydigan narsa. Demak, mana shu hodisa meni pullarimni cheklaydigan narsalardan bittasi ekan. Ya'ni men bugungi kunda shuning uchun ham juda ko'p ishlashim kerak, yaxshilab ishlashim kerak, yana ko'proq ishlashim kerak, yaxshi bermadim, oxirigacha bermadim, ko'proq bermadim deb o'zimni o'zim obestseniovat qilishimga olib keladigan narsa shu ekan. Hozir men o'zimni anaqamda tsepochkani tuzib ketyapman-da. Sizga ham shuni taklif etaman. Mana bunga qarab, bu yerda nima bo'lyapti? Ko'm-ko'k osmonni ko'ryapman, yana nimani ko'ryapman? Bola qarmoq bilan nimadir tutmoqchi emas. Savolni berdik. Savolga karta javob berdi, ko'rsatib beryapti. Ya'ni qanday voqea hodisaki pullarimni cheklayotgan. Nima qanday hodisani deb. Men ko'proq topishim mumkin edi. Ko'proqqa ega bo'lishim mumkin edi, lekin men bugun nimaga ega bo'lsam, shunga egaman. Nima uchun? Ana shu kartaga qarab, men, bu shaxsan menikida, bu o'rtoqlar, sizlarniki boshqa narsa bo'lishi kerak. Esimga tushgan narsa bu xayolparastlik. Так, eslolmadim, тоже хорошо. U ham yomon emas. Так, Zuhra Ergashevna psixolog yozyaptilar. Xonamda narsalarni o'g'irlab ketishgani. Chatni yo'qotib qo'ydim. Ну да, вот. Xonamda nimalardir o'g'irlab ketishganini esladim-da. To есть, men shuncha pul topib narsa olakanman. Men qiynalib, ishlab topgan pulimga olgan narsamni birov mana shunday osonlikcha o'g'irlab ketadigan bo'lsa, men shuncha ishlab topgan pulimga olgan narsamni yo'qotadigan bo'lsam, и уже mana shu yerda nima paydo bo'ladi? Kerak emas degan narsa. Ya'ni topgan narsamni yoki olgan narsamni baribir yo'qotar ekanman. Nima qilaman ishlab? Ana shundan bizda nima formirovatsiya qiladi? Erim olib bersin. Yana nimadir bo'lsin, sovg'aga berishsin, o'zi oqib ketsin, osmondan uchib ketsin degan narsalar formirovatsiya bo'ladi, shakllanadi. Tak. Zuhra Ergashevna o't. Qoniqarli javob. Tak, qizligimda ishlagan pulimni to'ydan so'ng boshlig'im pulimni olib kelsa, erim olib qaynatamga olib kirib berib, keyin men bilganman oyligim chiqqanini, shunda hech nima qila olmay qolganman va juda dilim og'rigan. Da. O'zimni haqqimni so'rashni tarbiyasizlik deb bilib jim qolaverganman-da. Вот представьте. Shu voqeani hozir sizga ong tibis eslatib berganini qarang, qoyilmisiz? Endi mana shu narsachi, Manzura. Ichkarida o'tirgan to'siqlardan juda ham ko'plab to'siqlarning bittasida. Va biz mana shu to'siqqa qaraganimizda to'siq уже to'siq bo'lishdan to'xtaydi. Bilasizmi, qanaqa bir ajoyib narsalar makkartalar. Ya'ni xuddi bu bir sehrlangan narsaday va sehrga qaraganingizda bo'ldi, uni sehri yo'qoldi-ku, xuddi mana bola bundoq adyolni tagiga bekinib oladi-da, lekin kallasini adyolni tagiga bekitib olgan, oyog'i beli chiqib turibdi. Xuddi u yo'qday. Bola boshini adyolni tagiga solgan, xuddi u yo'qday. Ota-onasi uni topib olsa, tipa vot qo'lga tushdi, endi tixirlik qilishni как бы bas qiladi. Xuddi shunga o'xshab, sirligicha qolaverar ekan, u juda ham katta energiyani so'rib yotaveradi. Sirga qarashingiz bilan, ya'ni tayna qarashingiz bilan u nima desam ekan, magiyasi ochilib ketadi-da. Xullas, ana u sehr o'z kuchini yo'qotadi. Вот.
Sehr o'z kuchini yo'qotadi. Xuddi mana shahzodani sehrlab qurbaqa qilib qo'yishadimi? И как только buni bilganingizdan keyin aslida bu aytaylik qurbaqa emas, no bu shahzoda deganingizda sehr o'z kuchini yo'qotgani kabi biz qachonki bizni to'sib turgan to'siqlarga qaraganimizda ular уже to'siq bo'lishdan tiyiladi. To'siq bo'lishdan to'xtaydi. To biz qaramas ekanmiz, to'siq bo'lishda davom etaveradi. Поэтому hozir kim mana qanaqa vaziyatni, holatni eslagan bo'lsa, zo'r. Tak, Alisherovna, menga bolaligim esimga keldi. Tikkan do'ppimni arzonga sotib qo'yganman va onamdan so'kish eshitganim va sotgan narsamni qaytarib olib kelib berganliklari. Вот, super. Tak, otam ko'p gapirgan go'r bo'larmiding deb ko'p aytganda, da. Вот. Da, Gulbibi. Olmapish og'zimga tush degani keldi-da, sabab enam rahmatli aytardi. Da, отлично. Вот. Okey. Biz ikkinchi savolni ham ko'rib chiqdik. Dальше. Uchinchisi, pul kelganda nimani ko'zdan qochiryapman? Pul kelganda nimani ko'zdan qochiryapman? Savolni tushundingizmi o'rtoqlar? Qanday tushundingiz shu savolni? Pul kelganda nimani ko'zdan qochiryapman? Pul kelganda shu pullar bilan nimadir qilishimiz kerak, to'g'rimi? Nimani biz ko'zdan qochiryapmiz? O'rtoqlar, meni gapim orqada qolyaptimi deyman. Siz meni savolimga javob bermayapsiz-da, shunga qaraganda orqada qolyaptimi? Savol. Tak, pul kelganda nimani ko'zdan qochiryapman? Oddiy misol. Siz aytgan edingizda, bu oyligim chiqsa, aytaylik, qarzimni beraman yoki mana shunchasini qarzimga beraman yoki bo'lmasam bolaga beraman degansiz, bolaga va'da bergansiz, bolaga pulni berishingiz kerak. Yoki bo'lmasam xullas nimadir degansiz, lekin pul keldi, esingizdan chiqdi ketdi. Pul kelganda nimani ko'zdan qochiryapman? Savolni yetkaza oldimmi, tushuntira oldimmi? Pul kelsa evaziga nima ketadi deb tushundim savolni. Aytaman-ku, aqlli. Ongi o'qishini qarang, qanchalar ajoyib. Tak, hisob kitoblarni esdan chiqarib qo'yapman. Xuddiki prям tog'day boylikda pullar ko'p, barib tugamaydi. Tugamaydigandek. Hisob kitob qilib o'tirmasa ham bo'ladi degandek-da. Qarang, qanday ajoyib. Tak, Nigora Qurbonovni ehson qilishim kerak. Tak, tillani yoki yig'ishni ko'zdan qochiryapman. Tak. Umida, o'zimga olgan pulni faqat ilmga ketyapti va doriga. O'zimni keyinga suryapman. Okey, demak, topgan pulimdan o'zimga ham nimadir qilishni ko'zdan qochiryapman-da. Tak, Lola Tojiyeva yozyaptilar. Pulni rejalashtirib, ayamay ishlataman. Pulni erim topadi, men ishlataman. Siz uchun juda ham xursandmiz. Tak. Gulbibi, nega meni bu ong osti jonivor aldaydi? Shukur qilib ishlatishni keldi endi. Все okey. Ya'ni sizda agar 5 minut oldin bitta narsa keluvdi, endi boshqa narsa
Bu ham norma. Demak, qancha odam bu yerda yozyapti-da, hozir umumiy katta maydon. Maydonga masalangizni tashlayapsiz, u ishlanib ketyapti-da. Boshqa odamlar ham sizni masalan yozganingizga e'tibor berish orqali energiya berilyapti-da, ishlab ketilyapti. Mak kartalar, gruppovoy ish shunisi bilan ham yana ham samarali-da. Вообще super. Bir nechta masalalar ishlanadi. Tak. Marhabo, G'aforova. Xonadonma ko'l bo'lur degan ibora keldi. Aha, okey. Endi agar buni ulasak, pul kelganda nimani ko'zdan qochiryapman degan savolga mana shuni ulasak, unda nima bo'ladi? Demak, men kichkina pullarni yig'ishni ko'zdan qochiraman, chunki kichkina pul-ku, shu bilan nimadir bo'larmidi deb o'ylayman-da. Na samim deylik, karta nimani ko'rsatib beryapti? Toma ko'l bo'lishini ko'rsatib beryapti. Super. Tak. Qarzlarimga berish. Deyaptilar Manzura, xandonni yozyaptilar. Onamga berishim kerak. Da. Pul yig'ishni unutyapman, deyaptilar Gulparshin. Bankka qo'yishni unutyapman. Vot o'rtoqlar, qarang, qancha o'zingizdagi masalani ko'ryapsiz. Mana shu masalani hal qilish orqali demak pullarni yo'lga qo'ysak bo'ladi. Topishni deymizmi, yig'ishni deymizmi, qo'lga kiritishni deymizmi? Отлично. Keyingi savolimiz nima? Pullar bilan to'qnashganda o'zimni qanday tutaman? O'rtoqlar, keyingi savolimiz. Pullar bilan to'qnashganimda o'zimni qanday tutaman? Qanday tushundingiz bu savolni? Keling, oldin savolni qanchalar tushunganingizni aniqlashtirib oling. Pullar bilan to'qnashganimda, ya'ni vudruk pul keldi-da, qo'lingizga pul keldi. O'zimni qanday tutaman? Qanday tushundingiz, o'rtoqlar? Muhammad Ali, men hali ham shokdaman deyaptilar. Lol qoldim, agar pulimga tegishmasa, meni pulim, tillalarim shuncha bo'lar ekan. Отлично. Qanaqasiga keldingiz shu fikrga? Ya'ni agar pullarimni so'ragan odamga berib yubormasdan yig'ib qo'yganimda edi, shunaqa tog' bo'lardi degan bunaqaga keldingiz-da. Qarang, ajoyib-a? Qancha narsani, казалось бы, bittagina rasm. Qoyilmisiz? Tak. O'rtoqlar, hali javob bermaysiz. Men savolni qanday tushundingiz? Shuni bilmoqchiman. Вообще sizlardan javob kutmayapman, o'rtoqlar. Javobni kartalar beradi, хорошо? Siz javob bermaysiz. Javobni kartalar beradi, siz uni расшифровка qilasiz. Tak, savolni yana bir marta qaytaraman, oxirgi marta qaytaraman. Pullar bilan to'qnashganimda o'zimni qanday tutaman? Pullar bilan to'qnash kelish degani, qo'lingizga pul tushdi-da. Qo'lingizga 200 ming so'm tushdi yoki 100 ming so'm pul tushdi. Mana bu pullar bilan to'qnash keldingiz degani. То есть вы встретились с деньгами. Sumbula Otaboyevna, sizdan nima qilasiz, o'zingizni qanday tutasiz degan savol bermadim. Savolga siz javob bermaysiz. Sizning javobingiz baribir mima. Javobni mana bular, mana bu jonivorlar beradi. Siz menga savolni qanday tushunganingizni aytib bering. Pullar bilan to'qnashganimda o'zimni qanday tutaman? Hozir sizlarning aytib yotgan gapinglar hammasi taxmin, o'rtoqlar. Вот как вы себя ведете aslida. Mana aslida qanday tutasizlar o'zinglarni? Javobi yo'q. To'g'ri Dilfuza javob. Mana javob. Endi chiqadi. Kartalar ko'rsatib beradi deb kelishdik-ku. Pullar bilan to'qnashganimda o'zimni qanday tutaman? Вот как вы себя ведете. Mana qanday tutasiz? Tak, Malika, bu yerda savollarni men beraman va savollar уже tuzib bo'lingan. Uni efirni boshida o'qib eshittirdim. Хорошо? Tak. Guli. Savolingizni to'g'ridan-to'g'ri tushunyapman. Nima harakat qilaman? Qo'limga pullar tushdi. Yashang, otangizga rahmat. Bitta odam meni eshitdi.
bitta odam meni eshitdi. Вот именно qo'lingizga pul kelganda o'zingizni qanday tutasiz? Ya'ni odamlar bor, qo'liga pul kelsa, xursand ham bo'lmaydi, xafa ham bo'lmaydi. Yoki bo'lsam bir xilgilar bor, pul kelsa, naborot xafa bo'ladi. Hozir buni barqarorlashadi deb. Kimlardir bor, qo'liga pul kelsa, ular og'riqqa kiradi. Bekitishim kerak deydi. Olib qo'yadi, bolam so'rab olib qo'yadi, erim so'rab olib qo'yadi, onamga pul kerak bo'lib qoladi, xafagarchilikka kiradi. Mana shu narsani bilmoqchi edim. Guli, rahmat. No, kartalarning javobi вот вам, да? Pullar bilan duch kelganingizda, как вы себя ведете? Qanday tutasiz o'zingizni? Жупаргуль, радостная. Это вы видите по карте? Жупаргуль. Или вы думаете, да, что qachonki qo'llaringizga pul kelib tushsa, вы будете радостная deb o'ylaysiz. Ключевое слово вы думаете, но на самом деле вот как. То есть что сидит в подсознании? В подсознании вот сидит что? Guli, qaramasdan shunaqa to'g'ri javob berdingizmi? Qaraganingizda nima bo'lar ekan? Mohira Ismatullayevna, 18 yoshimdagidek his qilarkanman. Отлично. Va bu sizga nimani anglatadi? Tak, Roza Rahimni erim shunchalik pul bersa ham xafa bo'lib, chappa o'girib turarkanim ko'rmas ekanman. Da, вот, о чем это вам говорит? Bu sizga nimani anglatadi? Tak. Aha, Malika, demak, pulim bo'lsa nima qilaman deb tushundingizda? No, okey. Endi tushunarli-da. Ya'ni savol pullar bilan to'qnashganimda o'zimni qanday tutaman deganda, nima nazarda tutganimni endi tushundingizda. Tak. Tak, marhabo. Bundan ham ko'proq bo'lganda edi deyman. Aha, это о чем говорит? Bu nimani anglatadi? Pullar bilan to'qnashganimda nima ekan? Xursand bo'lmas ekanman-da. Bizga nima deydi? Hamma mutaxassislar pul kelganda xursand bo'ling. Xursand bo'lib oling, minnatdorchilik bildiring. Biz nima deymiz? Safoyeva, marhabo. Da? Tak, Lola Tojiyeva, rahmat deb olaman. Aha. Otlishni. Muhabbat olib kelganiga qanoat qilmas ekanman. Вот, молодцы. Молодцы. O'rtoqlar yuruvdinglar-da. Sizlar ham pul kelsa xursand bo'laman, sayohatlarga chiqib yuboraman, g'azdiroq chiptani olib uchib ketaman deb yuruvdinglar-da, o'ylar. Mana aslida nima? Mana. Yashang. Ma'ruf yozyaptilar. Tayyor pulni ola olmas ekanman deb yashang. Ha? Pul jonivor emas ekan, aybdor. Qo'limizda pul yo'qligiga pul jonivor aybdor emas ekan, to'g'rimi? Er jonivor ham aybdor emas ekan. Mah deb berib turibdi. Oldira olmayapti erimiz. Pul olib kelsa ham xursand emasmiz, non olib kelsa ham xursand emasmiz. Dildora Jumanova shu yerda ham haq bo'lib chiqyapti. Yaratgan egaman bizni rozi qila olmayapti deb Dildora Jumanova to'g'ri aytar ekan. Даже kartalar ham shuni ko'rsatib beryapti. Deydigan
kuch, ya'ni forcelardan bittasi. Muvaffaqiyatli odamlarni ko'proq narsaga undaydigan omillar ularni qo'rquvi, depressiya, qurib qolish qo'rquvi, kam bo'lish qo'rquvi, o'rtog'i undan o'zib ketish qo'rquvi ekan. Ya'ni mana shu qo'rquvlar ularga drive beradi. Davay deb harakat qiladi oldinga. Kambag'allarni qo'rquvi bilasizmi, qanaqa qo'rquv ekan? Samatsenkam past, ishonchim past, qo'limdan kelmaydi degan qo'rquvlar. Bular bu kategoriyaga. Ya'ni neudashnik, omadsizlarni kategoriyasini qo'rquvi, qo'limdan kelmasachi, o'xshamasachi degan narsa va o'ziga ishonchsizlik ekan. Omadli, успешный nimalargadir erishgan odamlarni qo'rquvi, как это так, men shuncha o'qib, meni o'qitgan ota-onamning yuzini yerga qaratamanmi degan qo'rquv ekan. Yoki как так, men 4 murcham sog' bo'la turib, aytaylik boshqalar qilib uddalagan narsani qila olmaymanmi yoki shu narsaga harakat qilmasdan o'tib ketamanmi? Ya'ni hayotda berilgan vaqtdan, imkoniyatlardan foydalanmaslikni, ya'ni imkoniyat degani u sizga kimdir kelib eshigingizni qoqib, "Oy palonchi, sen mana narsani qilmoqchi ekansan, mana senga pul" deb bermaydi hech kim. Nimanidir sotishingizga to'g'ri keladi, nimadandir ketishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni imkoniyatdan foydalanish uchun siz nimadandir ketishingiz kerak. Mutlaqo hech qachon prosta takka tekinga eshigingizni qoqib kimdir keladi, mana ol degan narsa bo'lmaydi. Bu illyuziya o'rtoqlar. Tak вот, omadli, muvaffaqiyatli odamlar shunaqa derkan. Tak shunga harakat qilmayman derkan. Ularni oldinga undaydigan qo'rquv mana shu ekan. Всё, это оставляем в сторонку. Va shu bilan siz bilan oxirgi savolni ko'rib chiqamiz. U xohlagan summaga ega bo'lish uchun nima qilishim kerak degan savol. Xohlagan summamga ega bo'lish uchun nima qilishim kerak? Qiziqmi sizga shu savol? Давайте hozir ongli ravishda menga aytingchi o'rtoqlar, nima qilishingiz kerak? Nima deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz o'rtoqlar? Xohlagan summaga ega bo'lish uchun nima qilishingiz kerak? Oldin ong jonivorni eshitaylikchi, idrok degan jonivorni. Tak, Husniddinova mehnat qilishim kerak, Ro'zrahimni ishlashim kerak, Madina tizimlashimiz kerak, harakat qilish kerak, doimiylik muhim. Ongimni katta pullarga kengaytirishim kerak, mehnat, harakat, ishlash, yana tak, qo'rquvimga qaramay qilaverishim kerak, yana mehnat qilishim kerak, harakatni boshlashim kerak. Tak, sizga quloq solishim kerak. Ana, bo'lar-kanu normalniy gaplar ham. Muhammad Ali yozyaptilar. Sizga quloq solish kerak deyaptilar. Bo'lar-kanu. Tak, Nigora yosh bola holatidan ber holatidan chiqish kerak. Mohira imkoniyatlarni yorug'likka olib chiqishim kerak. Tak, bola bo'lishdan ketish kerak, qo'rqqan narsasini bajarib ko'rish kerak. Nigora mas'uliyatni olish kerak. Gulliya mой внутренний ребенок. Ichki bolani to'ldirishim kerak oldin. Tak. Ongni dasturlash kerak. Tak. Nurga intilish kerak. Вот qarang, qizig'i, вроде bitta karta nechta odamni ko'rsa, hammada o'zini javobi.
Mas'uliyatni olish kerak deyapti ko'pchilik. Tak, Nigora kimdandir kuchni yig'ishtirish. Вот, и Gulpar shuni yozyaptilar. Bola bo'lib, qo'rqmaslik, hamma narsaga qiziqish. Так. Qarang, казалось бы, bitta karta hamma даже bir-biriga ровно teskari narsani ham ko'radi. Kimdir bola bo'lmasdan уже katta bo'lish kerak, deyapti. Bola pozitsiyasidan chiqish kerak. Kimdir aytyapti, naоборот, bola bo'lish kerak, boladek orzu qilish kerak, boladek hamma narsaga qiziqish kerak. Вот, Malika, bolalardek chegarasiz bo'lish kerak. Ko'ryapsizmi? Казалось бы, bitta kartada ikkita odam tamomila ikki xil narsani ko'radi. Va bu siz nima deyishingizdan qat'iy nazar to'g'ri va sizga juda ham katta ma'lumotni beryapti. Demak, o'rtoqlar, katta bo'lish kerak, mas'uliyatni o'ziga olish kerak degan odamlar, balkim siz o'zingizga juda ham katta talablarni qo'yib olgansizda, o'zingizga aytasiz doim, davay, mehnat qil, harakat qil, yana nimadir qil deysiz. Kattalar pozitsiyasidagi odamlar, возможно, juda ham aqlli odamlarning xayoliga keladigan narsa bu. Bola bo'lish kerak, men bola bo'lishni unutdim. Boladay hamma narsaga qiziqqon bo'lishni unutdim. O'rtoqlar, darhaqiqat bizni ichki bolamiz, bizni emotsiyalarimiz manbai, bizni quvvatimiz manbai. Eslang, anchadan beri biron narsalarga qiziqmay qo'yganmiz, to'g'rimi? Что есть деньги, что нет денег. Pul kelsa ham xursandmasiz, kelmasa ham xafamasizda, mana bunga o'xshab. Qo'limga pul tushsa nima qilaman? Pullar bilan to'qnashganimda nima qilaman? O'zimni qanday tutaman? Mana arazlab, yo'q deb teskari tutib, yuzim bilan qarashni o'rniga pullarga qarang, даже qayerim bilan qarayapman? Kartina maslomda. Qayerim bilan qarayapman? Shunday tabassum bilan yuzim bilan qarashni o'rniga вот. Поэтому bizni energiyamiz manbai, quvvatimiz manbai ichki bolamiz. Ichki bolamiz bizni davay deb nimagadir undaydigan, davay deb yoki bo'lmasam har xil sog'lom azartlarni beradigan ichki bola bo'ladi. Vo, faloncha 100 metrga yugurishni bilar ekan. Men ham bilaman deb bola, men ham qilaman, sirazi tushib ketadi-yu. Bizda mana shu narsa yo'q, o'rtoqlar. Bizda kattalarda shu narsa yo'q. Nimaga? Chunki juda muhim bo'lib ketdik-da biz. Bu katta odamlar qilgan ishini qil. Katta odamlar hisob-kitob. Ya'ni sirazi pul tushsa qo'rqishni boshlaymiz. Pul yo'qligidan xafamiz, lekin pul tushsa ham xursand emasmiz. Pul tushsa nima bo'ladi? Ish ko'payadi. Hisob-kitob qilishim kerak, unisini u yoqqa, bunisini bu yoqqa, pulni nazorat qilish kerak, pulni boshqarish kerak-da. Поэтому qanday ajoyib narsa. Qanday ajoyib karta. Bolalikdagi zavq-shavq, eshitgansizda pullar xursandchilikka keladi deb. Lekin biz bugun pul kelsa xursand bo'lmayapmiz. Hech qanaqa emotsiyalar yo'q pullarga nisbatan. Xursand emotsiyalar ham yo'q, xafa emotsiyalar ham yo'q-da. Prosta ichimizdan, zimdan nimamiz? Xafamiz, hasaddamiz. Nimaga falonchalarda bor, bizda yo'q, ularda bor, menda yo'q. Nimaga Xudoyim ularga beradi, menga bermaydi? Boshqalarda bo'ladi, menda bo'lmaydi. Men yetarli harakat qilmayapman. Katta odamday bo'l, bola pozitsiyasidan chiq, kattalarga o'xshab harakat qil. Topgan tutganingni yig'. Bir hisobdan topgan tutganingni yig', sochma. Lekin pul tushsa nima bo'lib qolaman? Mana, bosatsarimni bilmay qolaman, bolaga o'xshab. Katta odam mana shunaqa katta xirmonni oldida paydo bo'lib qolganda, unda bu emotsiya emas edi. Srazu, tak, buning yarmiga mana buni qilaman, yarmiga buni qilaman. Tak, srazu qo'liga qog'oz qalamni olib hisob-kitob qilishga tushib ketgan bo'lardi, to'g'rimi? Shu bo'lganda edi sizni taxminingiz. Siz bu masalangizni hal qilgan bo'lardingiz, damdan. Tak, super zo'r, da. Super, juda ham qiziqarli.
Endi o'rtoqlar, bugungi mavzuyimiz pullar mavzusi. Biz siz bilan 3 kunlik intensivni boshladik. Bugun intensivimizni birinchi kuni edi. Biz bugun demak pullar mavzusida gaplashdik. Ertaga biz ona bilan munosabatga nazar solamiz. Ona haqida ham ajoyib kartalarimiz bor. Ertaga onamiz bilan munosabatimizni ko'rib chiqamiz. Nima uchun ona bilan munosabat? Ona bilan munosabat ham pullarga juda ham yaxshi aloqasi bo'lgan mavzu hisoblanadi. Biz to ona bilan munosabatda resursli holatga kelgunimizcha ishlayveramiz. Ya'ni qancha qancha karta chiqadigan bo'lsa, to resursli holatga kelgunimizcha ishlashda davom etamiz. Ya'ni bizni ong tubimizda onamiz haqida qanday obraz bor? Biz-ku onamizni bizga mehr bermagan deb o'ylaymiz. Ong tubimizda nima aslida? Mana xuddi bugunga o'xshabda biz o'ylab o'tiruvdikki, meni pullardan to'sayotgan narsa mana bu narsa bo'lsa kerak deb. Kartalar ko'rsatib beryapti, yo'q, unaqa narsa emas, ozgina boshqacharoq narsa. Onamiz bilan munosabat qanaqa? Ona bilan munosabat, dunyo bilan munosabat, taqdir bilan munosabat, qaysi holatlarda ona bilan munosabat samarali va umuman qanaqa mavzularni ishlaydi ona? Pul mavzusi, baxt mavzusi, xotirjamlik mavzusi, это все к маме. Nima uchun biz ko'pincha pullarni xavfsizlik bilan, ertangi kunga bo'lgan ishonch bilan adashtiramiz. Bizni pul xohlayman deb o'ylaymiz, nima deyli, bizga juda ham pul emas kerak bo'lgan narsa. Bizga kerak bo'lgan narsa xavfsizlik, erkinlik. Masalan, pul nima uchun kerak? Hamma aytadi, sayohatlarga chiqaman deb, to'g'rimi? Bu nimani anglatadi? Erkinlik. Po sути, agar biz erkinlikda ushlab tursak, e'tiborimizning yo'nalishini, pulsiz ham sayohat qilishimiz mumkin. Kimdir bizga sayohatni sovg'a qilishi mumkin, qayerdadir yutib olishimiz mumkin-da, lekin bizga pul kerak deb so'raymiz. Siz rostdan ham pulni xohlasangiz, o'rtoqlar, pullarga olib keladigan boshqa samaraliroq yo'llar bor. Ularning bittasi ona bilan munosabat, ikkinchisi ichki bola bilan munosabat. Bizni ichki bolamiz, bizni o'sha emotsiyalarimiz, zavq-shavqimizni manbai hisoblanadi. Biz intensivning 3-kunida ichki bolamizga nazar solamiz. Ichki bolamiz qayerda, qanaqa travmada qotib qolgan? Nimani hal qilsak, bola masalan yengil qaraydi. Bizda o'sha qiziqish, emotsiyalar degan narsalar uyg'onadi. Bizni ichki bolamizni tamomila o'ldirib tashlaganmizki, shuning uchun bizda hech qanaqa hissiyotlar yo'q. Pul kelsa ham xursand bo'lmaymiz, ketsa ham xursand bo'lmaymiz yoki xafa ham bo'lmaymiz-da, ya'ni befarqmiz. Bezrazlichiye. Qayerdan kelyapti bezrazlichiye? Ichki bolamiz qanaqadir travmada qotib ketgan. Demak, siz agar o'zingizga zavq-shavqni, xursandchilikni qaytarishni xohlasangiz, bir vaqtlar boladay mana qiziqqonlikni o'zingizda uyg'otishni xohlasangiz, buni intensivning 3-kunida ko'rib chiqamiz. 3-kunimiz qachon? 29-30-sanada. Bu sayyoraga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi va ertaga demak xuddi shu vaqtda, ya'ni Toshkent vaqti bilan 20:00 da boshlaymiz. Ulgurishingiz mumkin. Demak, ertangi va ertadan keyingi kunlarimiz уже mahallada bo'lib o'tadi, ya'ni yopiq gruppada bo'lib o'tadi. Отлично, хорошо. Okey, o'rtoqlar. Demak, bugungi efirimiz foydali bo'libdi, manfaatli bo'libdi. Bundan xursandman. Intensivimizning ertangi va undan keyingi kunlarini yopiq guruhda ishtirokchilar bilan davom etkazamiz. Barchangizga ishtirokingiz uchun rahmat, savollaringiz uchun, anglashlaringiz uchun barchasi uchun rahmat va aynan yana nimasi bilan foydali bo'ldi, izohlarda qoldirsangiz biz xursand bo'lamiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qolganini demak mahallamiz ishtirokchilari bilan davom ettiramiz. Paka-paka. Ertangacha.